2020-yil 7-fevralda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 67-sonli qarori bilan 2020-yildan 2023-yilgacha bo'lgan davrda neftni qayta ishlash zavodini modernizatsiya qilish va rekonstruksiya qilish loyihasini amalga oshirish uchun Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi Jizzax Petroleum mas'uliyati cheklangan jamiyatining ishonchli boshqaruviga o'tkazildi. Loyihaning maqsadi respublika iqtisodiyotining o'sib borayotgan ehtiyojlarini qondiradigan uglevodorodni qayta ishlashning umumiy hajmini yiliga 2 million tonnaga yetkazadigan. Umumiy loyiha qiymati 300 million dollarga teng talabdagi neft mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun yangi texnologik bloklarni qurish kabilarni qamrab oladi. Ushbu loyihani amalga oshirish uchun xorijlik hamkorlar Exxon Fransiya kompaniyasi bilan gidrokreking o'rnatish va izomerizatsiya qurilmalarini litsenziyalash va loyihalash bo'yicha Amek Foster Wheeler Wood Buyuk Britaniya kompaniyasi bilan bazaviy loyihasini ishlab chiqish maqsadida jalb qilingan. Ushbu loyiha doirasida quyidagi yangi texnologik bloklarni qurish ko'zda tutilgan: gidrokreking, izomerizatsiya, vodorod ishlab chiqarish qurilmalari, qisqa davr absorpsiya bloki va bug' qozonxonasi. Bundan tashqari, quyidagi texnologik bloklar rekonstruksiya qilinadi. Ikkita agregatlar uchun benzinni stabillash bloklari, naftani ajratish blogi, GDS qurilmasini fraksiyalash blogi, aylanma suv ta'minoti tizimi, moylarni fraksiyalash qurilmasi, mash'alalar tizimi va markaziy zavod laboratoriyasi shular jumlasidan. Ma'lumki, texnik modernizatsiya bilan bir qatorda fizik va texnologik jihatdan eskirgan uskunalarni almashtirish, atrof muhitga minimal ta'sir ko'rsatishga erishish uchun zavod oldida nazorat va qarorlarni qabul qilishning raqamli modellarini yaratish, shuningdek, eng samarali ishlab chiqarishni tashkil etishdek muhim vazifalar turibdi. Shu munosabat bilan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida yagona ishlab chiqarishni boshqarish markazining tashkil etilishi zavod biznesini qayta ishlash, logistika va sotish segmentidagi o'zgarishlarning yana bir muhim bosqichi hisoblanadi. Hozirgi kunda zavodda loyihalashtirish, uskunalar va materiallarni xarid qilish, yuqori konsentratlangan vodorodni ishlab chiqarish uchun yangi moslamalar va jarayonlarni qurish va ishga tushirish, yengil nafta izomerizatsiyasi va vakuumli distillyatorning gidrokrekingi bo'yicha ishlar kompleksi bosqichma-bosqich start oldi. Bugungi kunga kelib materiallar va issiqlik balanslari, shuningdek, litsenziyali qurilmalarning dastlabki bosh rejasi ishlab chiqilgan. Bundan tashqari, texnik iqtisodiy asos va atrof muhitga ta'siri to'g'risidagi bayonotni tayyorlash bo'yicha ishlar tugatilmoqda. Topografik va geologik tadqiqotlar yakuniga yetdi. Zavodning barcha qurilish maydonchalarida dala eksperimental ishlari davom etmoqda va bosh pudratchini tanlash uchun tender e'lon qilindi. Ushbu loyihani amalga oshirishda xorijiy Exxon, Amek Foster Wheeler va Argos Media, shuningdek mahalliy Uzliti Engineering va Uzgashkliti korxonalari ishtirok etadilar. Birinchi muhim bosqich Euro 4 va Euro 5 sinflarining tijorat dizel yoqilg'isini ishlab chiqarishni boshlash uchun GDS blokidagi katalizatorni almashtirish. Loyihani bosqichma-bosqich amalga oshirish natijasida 2023-yilga qadar Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida neftni qayta ishlash chuqurligini 92% ga oshirish va yuqori qo'shimcha qiymatga ega bo'lgan neft mahsulotlarining salmog'ini oshirish orqali yetarli miqdordagi mahsulotlar ishlab chiqariladi. Aktan reytingi kamida AI92 Euro 5 sinfiga ega avtomobil yoqilg'ilari, Jet A1 va TS1 aviatsiya kerosini, Euro 5 sinfidagi dizel yoqilg'isi, asosiy dvigatel moylari, API guruhi, 2+3 sifat darajasi yarim sintetik darajada, bitum, yo'l qurilish, suyultirilgan neft gazi shular jumlasidan. Ushbu loyiha nihoyatda keng ahamiyatga egaligi. Bu avvalambor mamlakatimizning energetik mustaqilligi va xavfsizligi masalasidir. Modernizatsiya qilingandan so'ng talabga javob beradigan turli xil sifatli va arzon mahsulotlarni ishlab chiqaradigan zavod respublika va qo'shni Qirg'iziston, Tojikiston va Afg'oniston hududida o'z status quosini tiklashi kerak. Strategiyamizning asosiy maqsadi O'zbekistonda davlatni va aholini energiya resurslari bilan ta'minlashning ishonchli tizimini shakllantirishdir.